Mana oling. Nima bu? Chin dildan beryapman, oling. Ha, yo'q, agar bozor qilsangiz, yukingizni mashinaga olib chiqib qo'yishim mumkin. Mana Ha, bu boshqa gap. Mashinangiz qayerda? bu tarafda. Yordam? Yordam beraymi? Yo'q, shart emas. Yuring. Farzandlardan nechta? 5 ta hozircha. Sizga nima qilgan o'zi? 2 yil bo'ldi. Bir dard tegib, oyoqlarim ishlamay qoldi. Hozir ishlamayman-da, sizni pulingiz bor, yordam qilib turing. Zarur vaqtda endi yurmayman odamlarga yalinib. Qilib beraman shu pulingizni. Ana do'kon. Ishla, keyin pul olasan. Mana. Salomat bo'ling. Hozir. Qiyinchilik yo'qmi? Oilada, boshqada kimdir yordam beryaptimi? Hozircha qo'lim ham ishlab turibdi-yu. Agar bu ham ishlamay qolsa, keyin o'ylab ko'rarman. Kimdan yordam so'rashlikni. Salomat bo'ling. Kelinglar. Bor beraman bugun kechki. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zafar, yaxshimisan? Charchamayapsan? Zafar, men bu yaxshi bo'ldi kelganing. Do'koningdan topa olmadim-ku. Originalini topdim. Yeb ko'rasanmi? Olib turish kalatingni. Tinchlikmi? Ko'rmaysanmi? Abdulxoyga qarz bergan edim. Shu bugungi sanada qaytaraman deb va'da berib olgan. Hozir borsam 2 kun sabr qilib tur, pul topa olmay qoldim deb asabimga tegyapti. Sinfdoshimiz Abdulhaymi? Shu o'zimiz sinfdoshimiz. Men uni va'dasiga ishonib, arendatorga shu bugun pul beraman deb qo'yganman. Endi u telefon qilib meni asabimga tegyapti. Plonmasa nima qiladi va'da berib, qarz olib. Lattanishini qilyapti-da, ozi bor-ku. Bugun sana necha o'zi? 7. Tinchlikmi? Ko'rishamiz. Ha? Assalomu alaykum. Va O'rtoq. alaykum assalom. Yaxshimisan? Abdulhay. Uzr kech qoldim. Esimdan chiqib ketibdi. Mana qarzim. Rozi bo'l. Bo'pti. Dorilarni olib boraman hozir. Xo'p. Abdulhay, Zafar, yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi? nima qilib tursan bu yerda? Hozir Baxtiyor akani kutyatdim. Haligi qarz bor edi-yu. Ha. O'shani hali qaytara olmagandim. Shunga muddat so'ragani kelgandim. Abdulhay, hali uni qaytarib bermaganmisan? Yo'q, vaziyatimni ko'rib turibsan-ku. Shuni aytib qo'yish kerak edi. Men o'rtadagi odamman-u. Keyin hamma kalta meni boshimda sinadi. Uzr og'ayni. Seni ham noqulay vaziyatga solib qo'ydim. Hozir Baxtiyor akaga hammasini tushuntiraman. Bo'pti. Yaxshilik qilaman deb baloga qolaman shekilli. Boshliq hammasini kelishib qo'ydim. Agar shartnomani kelishsak 50 ta ishchi olamiz yana. Ma'qul. Hamma hujjatlarni tayyor qilganman. Yaxshi. Faqat kech qolishimiz kerak emas. Unda tezlashaylik. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Baxtiyor aka, men Abdulhayman. Hamkasbingiz Zafarbek tog'ayingiz. Esingizda bo'lsa, 3 oy oldin oldingizga borgandik. Ha. Uzr Abdulhay aka. Bir marta ko'rishganimizga birdaniga eslay olmadim. Yaxshimisiz? Men uzr so'raydigan vaziyatdaman. Qarz muddati o'tib ketdi. Shunga sal xijolatli vaziyatda edim. Javohir aka, mashinani tayyorlab turasizmi? Bo'ldi. Aha. Otamni Hindistondagi muolajalari ozgina cho'zilib, ko'proq olib ketgandik. Shunga vaziyat boshqa tomonga o'zgarib ketdi. Ha, qarzni shunga olganmidingiz? Ha, shunga. Hozir yaxshimilar? Allohga shukr, yaxshilar. Qolgan muolajalarni hozir O'zbekistonda o'tyaptilar. Baxtiyor aka, qarzga yana 2-3 oy muddat berib turasizmi? Albatta qaytaraman, xudo xohlasa. Dadangizga o'zi shifo bersin. Qarzni bo'lsa o'ylamang. Men roziman. Baxtiyor aka, men uning uchun so'ramadim sizdan. Albatta qaytaraman qarzimni. Abdulhay aka, xafa bo'lmasangiz, ozgina shoshib turibman. Dadangizni men nomimdan so'rab qo'ying.
begona bo'lsa ham tushundi-ya. Shu yer to'xtatib bor. Ishim bor edi. Sanchmay qo'yur. Oho, Zafarboy. Assalomu alaykum, qo'shni hormang. Va alaykum assalom, salomat bo'ling. Ma'mun olib qo'ying. O'tgan safar qarindoshimga kerak deb so'ragandingiz-ku. Qarz emas, chin ko'ngildan hadya. Berib qo'yarsiz. Qarindoshim o'g'lini operatsiyasiga deb so'ragan edi. 2 hafta oldin o'g'lini berib qo'ydi. Kechga qolibsiz-da qo'shni. His qilmay, o'shanda yordam qila olmaganing sen aybing emas-ku. Eng alam qiladigani shunda-da. O'shanda pulim bor edi. Nasibang bo'lmasa, yaxshilik ham qila olmas ekansan. Bo'pti, hozir boraman bo'lmasa. Og'aynilar menga ruxsat, ishim chiqib qoldi. Ko'rishamiz. 200 tashab ket. Mayli. Bu qachon qaytarasan? Oylik bo'lganda olasan. Joning sog' bo'lsin, o'rtoq. Rahmat, yo'q demagansiz. Gaplashamiz. Bo'pti. Yaxshi bo'ldi. Telefonim yangilab olaman. Abdulhay, bilasanmi? Efiopiyada 54 millionta sigir boqilar ekan. Xush. Sudanda 42 millionta boqilar ekan. Yaxshi. Gollandiyada bo'lsa, bor yo'g'i 11 millionta sigir boqiladi. Efiopiya bilan Sudan ancha kambag'alroq davlatlar hisoblanadi. Lekin Gollandiya o'sha 11 million sigiri bilan butun dunyoni sut bilan ta'minlaydi. Tabiiy, chunki Gollandiyaning sigirlari zotdor sigirlar. Gap sigirlarda emas-da. Gap iqtisodni boshqarayotgan ho'kizlarda. Tushunmadim. Nimaga buni menga aytyapsan? Abdulhay, oyliging menikidan ko'ra ko'p. Qo'shimcha daromading ham bor. Lekin doim qarz bo'lganing qarz bo'lgan. Hozir ham qarz oldim. Endi Zafar, Muammo ko'p pul topishda emas, do'stim. O'sha pullarni qanday ishlatishni bilmaslikda. Shuncha qarzni qanday to'laysan? Qarz olasan, bir ish qilasan, o'xshamaydi. Qarz olasan, bir ish qilasan. O'zingni pulingga iqtisod qilib bir ish qilishni qachon boshlaysan? Do'st bo'lganim uchun gapiryapman. Xafa bo'lma yana. seni tushundim. Men qara, 20 ming berib tura olmaysanmi? Nimaga? Nimaga bo'lardi shu? Gollandiyadan zotdor sigirlar olib kelib, sut biznesi bilan shug'ullanaman. Bore, sen tushunib o'tiribman. Baxtiyor. Va to'lab qo'yarsan. Ha yana qarzlaringni quturib qo'yganda keyin biznes boshlagin. Boyvachcha. Men sendan $20 ming so'radim.